Chiran Asal Elite Max'da fabrikani bor olib turadi. Bizda ham o'zimizni kichkina fabrikamiz bor. Bor yo'g'i 150 taga yaqin odam ishlaydi o'zi. Vaflimi bu? Ha, vafli. O'zi 3000 so'm turadigan narsa. Ye, Qo'y, bo'ldi. narxini ham yozib qo'yishibdi, 3000 so'm. Nima qilishni? Yeb ko'ramizmi? Ana ichida shunga nima chiqadi? Yoshliklar. O'lib ketadi, vafli olib. Menga pris chiqdi mana o'zi. O, Mana. voy bu. 5000. Mana 5000. Voy, vafli 3000, pris 5000. Voy mana. Sizdan ham chiqdi. Mendan ham 5000. Voy как это minusga ishlashadi. Nima bo'ladi? Aka, o'zi 3000 so'm turar. 5000 so'm yutug'i bor. G'oyasini. Siz chiqsiz. Yo'q, bunga sizni aniq kerak. Siz familiya yozgansiz. Ism familiya. Samiyasi. Alo baholarga o'qib. Katta bo'lsa, Qara, zo'r g'oya. Faqat bu vaflini ichidagi yutug'i uchun sotib olish kerak emas. Vafli olasiz, yutug'i chiqib qolsa olmadingiz. bu o'zicha bu g'oya biz yoshligimizda bilsangizmi, открытkalar sotib olardik, badalga qilishga. Mana tayyor. Sifat qanaqa? Mazasi ham zo'r ekan. Aka, siz ham olingiz, Elit ekan. Hozir uyga olaman bir karotka. Yo'q, men bitta narsaga tushunmayapman-da. O'zi 3000 so'm turadi do'st. 5000 so'mdan solingan har bittasidan chiqib kelyapti. Endi hammasidan emas. Hammasidan emas. Ichida 70 ta bo'lsa, 20-30 tasida priz bor. Siz atidan taqalab olib kelmadingiz. Yo'q. Yo'q, demak bizani bu omadimiz. Peshanamiz yaxshilik. Ular mana vaflilar albatta olish kerak. Mazasi va zo'r ekan. Muhimi, mazasi uchun oling. Bu yog'i chiqsa chiqmasa peshanangizdan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.